Johiliyat davrida ayollar o'rnida ko'rilmagan bir paytda noxush holatlar sabab bo'ldi. Bugungi suhbatimizga o'z-o'zidan ehtiyoj tug'iladiki, yonib ketish sindromi. Ertaga hamma meni tanisin, hamma meni gapirsin deb tadbirkorlik yuritilmaydi. Juda ham charchab ketdim yillar davomida. Niyatimiz boshqacha boshlanadi va oxirida o'zimiz sinib qolamiz. Ishlamasdan ayol bo'lib yashab ko'rishga harakat qildim. nimaga hammamiz har xilmiz? Man buni eplolmayman, mani qo'limdan kelmas ekan. Endi anglab yetdim. Yana bizda ruhiy salomatlik mavzusi. Bu safar ayollarning ruhiy salomatligi aniqrog'i tadbirkor ayollardagi yonib ketish sindromi hamda surunkali charchoq sindromlari haqida gaplashamiz. Chunki men tajribam davomida ko'p ayollar bilan ishlash jarayonida juda ham ko'p bemor ayollarga to'g'ri kelyaptiki, ularda shu oila, ish yoki farzand tarbiyasi o'rtasida muvozanat buzilib qolish. Demak, mana shu joydan bugungi suhbatimizga o'z-o'zidan ehtiyoj tug'iladiki, ayollar o'sha o'rtalikni qanday ushlasin, qanday qilib biznesga o'zini bag'ishlasin, qanday qilib oiladagi rafiqalik roli, onalik roli va boshqa rollarimiz o'rtasida muvozanat saqlashimiz haqida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Va keling bugungi suhbatni menga qabulimga kelgan bir ayolning hikoyasidan boshlasam. Bir ayol keldilar, 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan tadbirkor, qo'l ostida 30 ga yaqin odam ishlatadi va ayol aytayaptilarki, Klinikaga kelishimga asosiy sabab oilamda, hayotimda bo'layotgan ayrim bir noxush holatlar sabab bo'ldi. Hozirgi kunda o'zim tadbirkorman, o'zimning katta bir biznesim bor. Yillar davomida bu biznesga ko'p kuch sarf qilganman, ko'p mehnat, qo'limdan kelgancha harakat qilib ishlab shu biznesimni oyoqqa turishiga ko'p hissa qo'shdim, lekin yillar davomida o'zligimni unutib, ayolligimni unutib, kerak bo'lsa erkak kishi qilishi kerak bo'lgan mas'uliyatni ham, vazifalarni ham o'zimni bo'ynimga olganimni endi anglab yetdim, yoshim katta bo'lgandan keyin. Hozirgi kunda shunaqa bir holatga yetib keldimki, oilamda farzandlarim yaxshi joylarda o'qishadi. Mablag' tarafidan tashqaridan qaraganda juda ham holatimiz yaxshi, kimlarni havas qiladi. Lekin oilamiz ichidagi holat umuman yaxshi oila deyishga arzigulik deb hisoblamayman. Hozirgi kunda shunaqa holatga yetib keldimki, ishlashdan juda ham charchadim. Ayolligimni yo'qotdim. Va turmush o'rtog'imning mas'uliyatini o'zimni qo'limga olganligimni hisobiga oilamdagi erkaklar o'zini mas'uliyatini yo'qotib, umuman hamma narsani menga yuklatib qo'yishdi. Bu holatda biza ko'p marotaba suhbatlashib, bir qanaqadir kelishuvgami, qanaqadir bir kompromissgami kelib, ulug' bir bartaraf qilishga harakat qilganman-u, lekin hech bir foyda bo'lmagan. Hattoki shunaqa qilib ko'rdimki, umuman ishlamasdan ayol bo'lib yashab ko'rishga harakat qildim, lekin butun oilaviy mablag' shu meni biznesim asosida bo'lgani uchun minusga kirib ketdik. Bundan ichimda yana qo'rquv paydo bo'ldi va o'zim xohlamasam-da yana ishlashga majbur bo'lib qoldim. Lekin bundan ruhiyatim, o'zimni holatim battar yomonlashib ketdi va hozirgi kunda shu darajada tushkunlikka tushganmanki, hech narsa qilishni xohlamayman, lekin majburman. Xuddiki agarda men ishdan to'xtab qolsam, butun oilani moddiy tarafdagi xarajatlari yo'qqa chiqadi va butun oilamiz ham barbod bo'ladigandek ichimda behalovatlik, qo'rquv bor. Va bu qo'rquvlarni, bu hadiklarni qanaqa qilib bartaraf qilib, bu vaziyatdan chiqishni bilmayman va shu mutaxassislarni yordamiga muhtojligimni anglab yetib, shu klinikaga yordam so'rab keldim. Men halovat qidiryapman, halovatni topa olmayapman degan bir shikoyat bilan keldilar. Bizni ular bilan davolash dasturi tuzdik, u ayolga o'sha mos bo'lgan preparatlar tanlandi va psixoterapiya tanlandi va shundan kelib chiqib, bunday ayollarni aslida ko'p ekanligidan bugungi suhbatimizga o'ylaymanki ehtiyoj tug'ildi. Bugungi kunda ayollarimiz mana shunday holatga tushib qolishi asl negizi, asl fitratimizdan, asl tabiatimizdan uzoqlashganimizda bo'lsa kerak balki. Chunki bugungi kunda targ'ib qilinayotgan ko'p narsalar, o'zgarishimiz kerak, o'zgaraylik, o'zimni o'zgartirishim kerak. O'zgarganda ham hammadan faol bo'lishim kerak, hammadan zo'r bo'lishim kerak va o'zim tanlagan sohamni cho'qqisiga chiqishim kerak. Va mana shu ishni qilganimda men qilmasam shu ish to'xtab qoladi degan tushunchadan yuzaga keladi. Natijada bu insonni o'ziga yuk bo'ladi.
tabiiyki u o'zi qilmaydi bu ishni o'zi aslida. Bizda endi asl manbalarimizda bor, insonni toqatidan ortiq yuk yuklanmaydi deyiladi. Lekin o'sha oxir oqibat meni toqatimdan ortiq yukni yuklamagin degan iltijo bilan tugatiladi. Nimaga boshida toqatidan ortiq yuklamayman dedida, lekin bandalariga shu duoni qilishga buyurildi deyilsa, o'zi inson o'ziga o'zi yuk qilib olar ekan. O'zi aslida yuk emas u. Hech narsa hayotda yashayotganimizda agar ayol kishini asl fitrati, asl tabiatini yashab bersa, hammasi ulguradi. Oilaga ham buni tarixdan misollarimiz ko'p. Onalarimiz bor. Hali onasini ko'rib qizini olgin deyishadi-ku. Onalarimiz aslida kimlar? Shu butun ummatning onalari bo'lgan onalarimiz, deylik, biznes sohasi bo'lsa, jamiyatda o'zini faol, o'zini o'rnini egallagan, o'sha davrida, johiliyat davrida ayollar o'rnida ko'rilmagan bir paytda o'zini o'rnini egallagan va tanlagan biznes sohasini cho'qqisiga chiqib, o'sha davrni 5-6 ta eng katta biznesmenlarini sarmoyasiga teng keladigan sarmoya bilan, biznes bilan faoliyat yuritgan Hadicha onamiz, u kishidan Alloh rozi bo'lsin, hayotda yashab ko'rsatib berganlar. Ularni qilgan bizneslari deylik, bugungi kunni nimasida oilalaridan voz kechishga yoki oilalarini qarovsiz qolishiga sabab bo'lmagan. Qaytanga mana shu oila tiklanib ketishiga yoki o'sha ahllarini payg'ambarimiz alayhissalomning ishlari yanada davom etishiga butun bobitlarini tiklashga bularni hissasi qo'shilgan. Ya'ni mana shu tanlagan sohalari juda katta hissa qo'sha olgan va oilada ahil o'laroq eng qiyomatgacha keladigan har bitta ayolga namuna bo'la olganlar. Ya'ni u paytda na deylik bizni bugungi kundagi institutlarimiz deymizmi, madrasa ko'rmaganlar desak, demak inson asl tabiatini o'rgansa, o'zini kimligini, aslligini yashasa, oilada yaxshi ahil, ota-ona farzandga eng chiroyli ota-ona, jamiyatda ham o'zini salohiyatidan kelib chiqib, o'zini tabiatidan kelib chiqib, o'zi tanlagan sohani eng namuna bo'la oladigan o'rinni egallay oladi. Bugun menimcha o'zligimizdan uzoqlashganimiz mana shunday holatga sabab bo'layotgandir balki. Ya'ni aslimizda ayol o'sha mana hozirgi kunda rivojlanib qanaqadir transformatsiyalar emas, balki o'zligini tanib, asliga qaytish va fitratga qaytish uchun harakatda bo'lish kerak. U fitratda yana nimalar bor, ustoz? Asl ayollarning fitratida ayollik bor. O'sha sivilizatsiyaga borganimizda o'sha ilk insonni ilk davrlarni ko'rsatishgan. Meni juda e'tiborimni tortgan narsa ayollarning bilaguzugi bo'ldi. Tosh davri. Odamlarda hali hech qanaqa nima yo'q, lekin ayollik tabiati uni bezanishga, nimadir taqib olishga, u ayolligini yashagan o'sha davrda. O'sha bilaguzukni temir, oddiy temir. U oltin emas, lekin bilaguzuk. Ayollar demak tosh davri bo'lsa ham, u paytda hali sivilizatsiya bugungi kunimizdagi nimalar yo'q bo'lsa ham, aslligini yashagan, fitratini yashagan. Topishgan taqib olishga. Demak, ayolni tabiati, ayollik mana bitta ko'rinishi bu. Mana shu jamiyatni rivojlanishida ham yoki oilani rivojlanishida ham yoki bolalarimizni tarbiyasida ham ayollarimizni o'rni kattaligi oldindan aytib kelinadi. Va eng katta kuch mana shu biz ayollarda. O'shaning uchun ham alohida o'sha asl manbamizda ayollar deb nom qo'yilgan kattagina bitta suramiz bor. Bekorga emas. Masalan, boshqa erkaklar degan sura yo'q. Lekin ayollar nomidagi nimaga aynan shunday? Chunki o'sha suralarni tartibi bo'yicha o'rganilganda tafsirchilar aytishganki, birinchisi yahudiylar haqida ma'lumot bersa, ikkinchisi nasroniylar haqida ma'lumot bersa, uchinchi tartib bo'yicha 3-suramiz, 4-suramiz, Fotihani birinchi sura desak, ayollar, ya'ni Niso surasi deb nom qo'yilgan. Katta bitta suraga, ya'ni mana shu sura islom dinini bizga ochiqlab beradigan, bayon qilib beradigan sura nomi ayollar.
Nega? Chunki ayol kishini qiymatini, ayol kishini tabiatini, ayol kishini qandayligini va ayol kishini jamiyatda o'rni borligini, odam ekanligini bildirgan mana shu bizni shariatimiz, ya'ni dinimiz bo'lganligi uchun islom dinini ramzi o'laroq islom dinini bayon qilib beradigan sura nomni ayollar qo'ygan. Ayollarni o'zi tabiati o'rganib oxiriga yetilmagan bir tabiat hisoblanadi. Buni ba'zilar aytishadiki, yaxshi ham shu ayollarni oxirigacha tushunib bo'lmaydigan bir ayollar. Agar Rubikka o'xshab bo'ldi, yechib bo'ldim, buni bilib bo'ldim deydigan bo'lsak, hayotni u yog'i qizig'i qolmaydi. Shu to oxiratga borganda jannatda ham birga ketish uchun oxirigacha tushunib yetib bo'lmaydigan ayolni tabiati shunaqa qilib yaratilgan deb zo'r zo'r. Demak, mana ustoz, siz gaplaringizdan demak ayolni bir qancha rollari haqida, demak ayolligi, onaligi, rafiqaligi va mana albatta o'sha professionalligi. Masalan, qaysidir sohada ayol kishi bugungi kunda jamiyatda o'ziga yarasha foydasi bor va jamiyatda o'z o'rniga ega. Va mana tadbirkor ayol sifatida bugungi kundagi tadbirkor ayollarni endi sizni fikringizcha mana shu muvozanatni yo'qotib qo'yishiga nima sabablar bo'lyapti? Tadbirkor ayollarni man bitta gap aytaman, har doim tadbirkorlik boshlashdan oldin mana bir oliy maqsad haqida o'ylaylar. Oliy maqsadinglar nima deyman? Hamma treninglar shundan boshlanadi aslida. O'zimda chunki shunaqa bo'lgan, yashab o'tganda amallar niyatga bog'liq. Tadbirkorlikni kim uchundir ochilmaydi. Kimgadir nimanidir isbotlab qo'yish uchun yoki mening fikrim shunaqa, bir erimizni, xo'jayinimizni vazifasi bo'ladigan narsa yukni o'zimizga olib olish uchun yoki bo'lmasa ertaga hamma meni tanisin, hamma meni gapirsin deb tadbirkorlik yuritilmaydi. Agar boshidagi niyatimiz shunaqa ekan, boya aytgandek o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'yamiz. Ya'ni o'zimiz shu tupikka, iltimos menga bu yukni olgin deydigan anaqaga kelib qolamiz, jarayonga kelib qolamiz va shuning uchun men aytaman, niyatinglar, oliy maqsadinglar nima? Ko'pchilik tadbirkor ayollar mana menga hech kim ishonmagan, shuni bir hammaga ko'rsatib qo'yish uchun qilganman, o'zini kimligini tasdiqlash uchun. Ko'pchilikda men kutib o'tira olmaganman, sabr qila olmaganman. Men ham bolalarimni yaxshi joylarda o'qitish xohlaganman. Yana maqsadlar, niyatlar bo'lgan. Va men hech qanaqasiga bu narsalar noto'g'ri niyatligim yo'q, lekin niyatni boshidan moddiyatga, mablag'ga, nafsga, yana qanaqadir kimgadir o'zini e'tirofga bog'lab qo'yish kerak emas ekanda. Niyatni kattaroq, ruhiy, ma'naviy natijalarga bog'lash kerak ekanda. O'shani men o'zimda juda yaxshi kashf qildim. Oldin siqilardim. Ya'ni mana narsa bunaqa o'xshamayapti-ku, mana bunda shuncha bo'lmadi-ku, to есть meni rejalarimdagi ketmayapti-ku tadbirkorlik deganda. Ustoz bilan bir suhbatimiz bo'lgan. Bunga bir 2 yil bo'lib qoldi adashmasam. Shu anaqalarda bo'lganmiz va bitta chiroyli gap aytganlar. Sababini qildingizmi deganlar. 100% biznesingizda sababini qildingizmi? Qildim. Meni nazarimda men 100% sababini qildim. Chiroyli bir harakat qildim. Yaxshi. Natijasiga qabullaning. Natijasi Allohdan degansiz. Men ungacha faqat natija o'lchirdim. Ya'ni natija 70 emas, 80 emas, 100 emas va o'zimni qiynab qo'yardim. O'zimni siz aytayotgan holatlarga olib kelib qo'yardim. Ya'ni shu raqamlarga chiqa olmasam, shunaqa bir masshtabga o'sa olmasam, keyin asliyatga qaytdim. Aytgan gapingizda mukammallik 100%lik Allohga degansizda, Allohga yarashadi, bandaga emas va natijasiga qabullanganingizdan keyin u yog'i tavakkulingiz chiroyli bo'ladi degansizda. O'sha narsa meni tamoman yechdi. Tamoman yechdi deganda hamma savolga javob oldim. Ha, отпустила deydi-ku ruschada. Ya'ni taslim bo'ldim, qabullandim. Ya'ni oiladagi muvozanatga ham qabullandim. Ya'ni nimalardir bo'lmayotgan bo'lsa, men xohlagandek bir mukammal ko'rinmayotgan bo'lsa, biznesdagi menga keladigan munosabatlarga qabullandim. Men beradigan munosabatlarga va ishoning, qaysidir ma'noda hayotimni yaxshi tarafga o'zgartiradigan chiroyli yechim topdim. Bitta shu gapda. Endi ayol, tadbirkor ayollarda ko'pincha bizani g'ash qiladigan narsa boshida amal niyatimiz boshqacha boshlanadi va oxirida o'zimiz sinib qolamiz. Ikkinchisi
hammani manfaati uchun xizmat qilaman, hammaga foydali bo'lish uchun bu ishni qilayapman degan narsani tutib olmaymiz. O'sha narsani men o'ylayman, mahkam tutib olsak tadbirkorlikda kimga foydam tegyapti? Chunki ko'p tadbirkorlikda oliy maqsad nima deganda yozishganda raqamlar yozishadi, masshtab yozishadi, taniqlilik yozishadi, har xil javoblarda. Keyin o'zingiz oliy maqsadingiz nima deganda umuman boshqa narsa yozishadi. Ya'ni boyagi ayollik tadbirkorlikdan Aynan. maqsad va undan maqsad to'ppa-to'g'ri va ular bog'lanmagan. Va ular bog'lanmaganda, lekin bog'lanmagandan keyin qiynalasiz-ku. To'g'rimi? Bog'lanmagandan keyin boyagi qiynalib oxiri bor deydigan tushkunlik pozitsiyasiga kelib qolamiz. ikkita qayiqqa yopishishdi. To'g'ri. Ayollar rollarida. To'g'ri. Shunda men har ayollikka xos doim bo'lgan. o'zinglarni oliy maqsadinglarni biznes maqsad bilan bog'laylar. Shunda yonma-yon ketasizlar. Boshqacha aytganda, ikkita dunyoda ham o'rningizni topa olasiz. o'rningizni topa olasiz. Ikki dunyoda ham har bir qadamingiz kopilkadek yig'ib boradi saodatni degan fikrdaman. Bu meni fikrim, tadbirkor bo'laman. Albatta, mana hozir ayollarning roli ichida bitta yo'nalishni ochib berdikda, ya'ni u tadbirkor bo'ladimi yoki shifokor bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Asosiysi maqsadi, niyati nimaga qaratilgan bo'lish. Agar mana hozirgi bir tarixini aytib berdim-ku, ayolni misolini keltiradigan bo'lsak, u yerda nima bo'lyapti? Moddiyat ko'proq o'sha farzandlarni o'qitishdagi mas'uliyat, ya'ni erdan ham olgan u mas'uliyatni va ayol o'sha oilada boquvchi, ayol o'sha oilada hamma uchun bir pul manbaiga aylanib qolgan asosiy resursi va vaholanki siz aytgan fitratidan uzoqlashgan, ayolligini unutgan va mana bugungi kundagi holat va o'ylayman bunaqa ayollar juda ham ko'p. Demak, nima qilish kerak? Fitratni nima bor fitratimizda, bularga qaytish va o'sha oliy maqsadini belgilash orqali ayol kishi sal o'zidagi tartibsizliklar, xaosni yoki ruhiyatidagi ba'zi bir muammolarni yechsa bo'ladi. Endi mana tadbirkor ayol sifatida nima deb o'ylaysiz? Ayollarning orasida bugungi kunda emotsional yonish ko'pmi? Ya'ni siz kuzatayotgan nimalar kiradi bunga? Bu charchasa, charchaydi, dam olsa ham o'tib ketmaydi. O'ylaydiki, men bir ikki kun uxlasam yoki sayohatga borib kelsam o'tib ketadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hayotda ma'no qolmasligi. Ya'ni qiladi, nimaga qilayotganini bilmaydi. Va uchinchisi, to'xtay olmaslik. Ketyapti, gazni bosib ketyapti, to'xtash yo'q. Ichidagi nafsni xohishlarini, masalan, yo'q, bu meni missiyam deb ketadi. Masalan, ya'ni shunaqa joylarda ham yonib ketish holatiga olib kelyapti-da va siz kuzatayotgan ayollarning o'rtasida bunaqa holat ko'pmi? Va ular bunaqa paytda nima qilishyapti? Tadbirkorlar hamma ayollarda boshida kimdir uni maqtovini kutadi. Mana oilada ayol kishining o'rni muvozanatda qolishi uchun boyagi erkak kishi lider deymiz yoki butun bir yuk unda bo'lishi uchun ayol kishi e'tirof etilishi kerak. Mehrga to'yinishi kerak. Men shunaqa fikrlarim shunda hozir. Mana ommaviy psixologga borishimiz yoki bo'lmasa ommaviy ustimizda tashqi ko'rinishimiz haqida o'ylashimizda, ommaviy shuhratparastlik, endi cho'qqiga chiqaman boya aytsa o'zini to'xtata olmaydi. Men hozir to'xtatsam bo'lmaydi degan narsaga kelishimizni asl sababiyati meni fikrimcha bu ayol kishi uyda o'sha narsani ololmadi. To есть mehrni ololmadi, e'tirofni ololmadi, boshqacha aytganda to'yinmadi. Va to'yinmaganligi sababli tashqi diqqat e'tiboriga anaqa moyil bo'lib qoladi. Moyil bo'lib qoladi. Kompensatsiya qilmoqchi. Ichida olmagan e'tiborni odamlarning e'tirofi bilan to'ldirmoqchi bo'ladi. Meni fikrimda endi men shunaqa bir ko'raman, ko'p anaqa kuzatganimda. Va shu sababli e'tirofi ketidan, ya'ni kimnidir e'tirofini ketidan quvlash, bu bilasizlar, qadri tushishi aslida. O'zi qadr oshadi deb o'ylashadi, lekin qadri tushirib qo'yishadi va yuzini operatsiya qilib ko'ramiz, tushuntira oldimmi? Har o'zimizga birini boya siyratdan uzoqlashamiz. Aytgan o'zimizni asl go'zal qilib yaratgan bizani Alloh taolo. Shundan o'xshashsiz qilib beradi. hech nima, bitta dona narsa tegish kerak emas-da aslida. Shu to'yinmagani uchun bir nima qilib ko'ramiz, u bir oygagina chiroyli ko'rinamiz. Bir oydan keyin yana nimadir qilib ko'ring, yana nimadir qilib va o'zimizni nima qilib qolamiz? Qaysidir ma'noda juda xunuk bir narsaga olib kelib qo'yadigan ma'no bor. Lekin shunda ham biz to'yinmaymiz. O'sha paytimizda ham ayollar bo'ldi, chiroylimisan, endi go'zalmisan desa, yo'q, yana bir nima qilish kerak. Chunki ichki ruhiyatida to'yinish
to'liqlik yo'q deb o'ylayman aslida. endi go'zallik deganda qaysi mezonga ko'ra go'zallik deb o'lchasi mezonlarida har bitta mana shu tushunchalarni hissiyotlarni kelib chiqish qaysi mezonga ko'ra, chunki kecha chiroyli go'zal degan narsamiz ma'lum bir vaqtdan keyin go'zalligini yo'qotishi yo'qotadi. mumkin. Qaysi kim u kimgadir u go'zallik, kimgadir u go'zallik emas. Qaysi mezonga ko'ra inson o'zi nima uchun yaratilgan, qayerdan kelgan, qayerga ketadi deylik, hozirgi kundagi mana maqsadlar deyapmiz-ku, qo'ygan maqsadiga erishdi ham deylik, eng cho'qqiga chiqdi ham deylik, hamma e'tirof qildi, hamma maqtadi uni, baribir ko'ngil to'lmaydi, chunki inson shunaqa yaratgan, to'lmaydigan qilib yaratgan, chunki uniki mana har bitta muammoni negizida moddiyatga tayanish, moddiyat uchun, faqat bu dunyoni o'zi uchun yashashdan kelib chiqadi. Mana bugungi kunda ham mana aytyapmiz-ku, yuqorida aytgan voqeangizda ham bugun men qilmasam bo'lmaydi deylik, omonatni topshirdi deylik, nima bo'ladi keyin? U qilmasa ham hayot davom etadi, uni yaxshiroq davom etar balki, lekin davom etadi. Xuddi go'yoki biz shuni qilmasak va men qilganim uchun zo'r qildim, mendek hech kim qilolmas edi. Bu o'sha ayolning gapi bor, davomi bor. 2-3 oy to'xtab qoluvdim, erim bankrotga tushirib tashladi. Chunki ular oilaviy biznes qilishadi-da. Bankrotga tushirib tashladi deyapti. Ya'ni men kerakman deyapti-da shu joyda. Ham to'g'ri, u o'zini shunaqa markazga qo'yib olgan, men qilmasam bo'lmaydi degan uchun. Xo'p, bankrotga tushsa ma'lum bir vaqtga, mayli ularning hayotini tahlil qilmaylik-ku, vaziyatni aytaylik. Ya'ni men qilmasam yoki men hech kim qila boqmasam olmaydi. ochidan o'lib qoladi yoki ish davom etmaydi, ya'ni yurmaydi. Yo'q, Inkor etishdi. mana bu insonning asl tabiatidagi bor narsa. Inson nima qiladi? Bizni tabiatimizni, o'sha manbamizda aytishi bo'yicha zararda, ziyonda, doim hasratda. Doim bunaqa hasratda degan husronda. Husumatda. Husumat u boshqa. Mana hasratda degani ziyonda, Qayg'uda. zararda, doim yutqizishda. Keyingisida aytadiki, inson ojiz deydi. Inson mashaqqatda, inson noshukur. Insonni tabiatlarini shunaqa ketma-ket aytadi. Mana shunaqa bo'lmasa inson bo'lmaydi-da o'zi aslida. Insonni asl tabiatida insonni inson qilgan hislar mana shu hislar. Lekin mana shu holatda e'tibor beradigan bo'lsak, asl manbamizda bizni qanaqa tarbiyalanadi? Ya'ni payg'ambarlar alayhissalomlar nima? Jamiyatga namuna qilib ko'rsatiladi. Mana agar mana bunaqa holatga tushsang, e'tibor bersangiz qaranglar, bizni holatimiz bilan ularning holatida ularni hayotini bizga yetkazilayotganda faqat ularni ojiz qolgan payti, masalan Odam alayhissalomda menga yaqinlashmagin desa, borib yaqinlashib yegan holati va oxirida zulm qilib qo'ydik biz o'zimizga degan holati. Masalan Nuh alayhissalomda Allohim men mag'lubman, men bo'ldi yetib keldim, yordam bermasang Bo'lmaydi. inni mag'lubun fantasir. Men mag'lubman, yordam ber. Va qolgan payg'ambarlarni ham holatlarini bizga qaysi kadrini bizga ko'rsatildi? Ojiz qolgan payti, yechim nima qilish kerak bo'lgan? Ya'ni bizniki qanaqa? Biz qaysi holatlarimizni ko'rsatishimiz kerak keladi? O'sha Instagram deymizmi, internet tarmoqlarida eng zo'r holatim. Birorta bir aybim olib chiqmaymiz. Yoki esnagan yoki aksirgan holatimizni qo'ymaymiz. Baqirgan paytlarimiz, Isterika paytlar. Qo'ymaymiz. Faqat charchagan paytlarimiz. eng zo'r, mukammalmiz deb qo'ygan holatlarimizni qo'ygimiz keladi. Nimada men zo'rman demoqchi bo'lamiz. Aslida biz zo'r emasmiz. Agar zo'r bo'lganimizda ularni zo'r holatini keltirgan bo'lardik. Masalan, o'sha ruhiy salomatlik mutaxassisi sifatida biz mana shu ijtimoiy rollarimiz o'rtasidagi munosabatni buzilganligini ko'ryapmiz-da. Ya'ni ayol kishidan bugun jamiyat ko'p narsa kutyapti. Ya'ni u ham ona, ham rafiqa, ham olima, masalan, ham tadbirkor, ham o'zini ota-onasini farzandi va mana shu rollarni o'rtasida yo'qolib qolayotganidan buzilyapti muvozanat va shu sababli keyingi ruhiy kasalliklar kelib chiqadi. Masalan, men o'sha endi bugungi mavzuyimiz tadbirkorlikka bag'ishlanganligi uchun tadbirkor ayollarni, umuman ayollikka depressiyani ko'pligini, xavotirni ko'pligi, qayg'uni ko'pligi, o'ziga ishonchsizlik, hatto suicidal fikrlargacha yetib boryapti-da. Ya'ni shu darajada
bir o'zini qiyin ahvolga solib qo'yganki, ayol kishi to'xtasa nima bo'lishini tasavvur qila olmaydi va yechimi mana shu o'lim deb o'ylayotgan holatlar bilan ham ishlayapmiz bugungi kunda. Qarang, demak, nimadan boshlanyapti va bu holatni profilaktikasi nima? Ana shu muvozanatni to'g'rilab olish. Ya'ni rollarimiz, qaysidir rolimiz nimandir evaziga bo'lib qolmasligi masalan, ya'ni tadbirkorlikka qarab ketyapmizmi? Onalik aziyat chekmasligi yoki rafiqaligimiz aziyat chekmasligi yoki ota-onamizga farzand ekanligimiz aziyat chekmasligi. Mana shular haqida nima deysiz? Ayollarni o'sha har bitta sohada har bitta o'zini o'rnini topishda yana o'sha o'zini asliyati, mohiyatini tanish kerakligiga bog'liq bo'laveradi. Ya'ni har bitta muammoni yechimi qaysi mezonga ko'ra mana shunday harakat qilayotgani, qaysi mezonga ko'ra u o'zidagi bor resurslarni deymizmi, o'zini hislarini, o'zini o'sha niyati deymizmi, maqsad deymizmi, har bittasini qaysi mezonga ko'ra qilayotganini aniqlab olinsa, muammolarni yechimi ancha oson hal bo'ladi. Men hayron qolaman, mana shu bugungi kunimizda onalik maktabi, yana ayollik maktablari, rafiqalik maktablari, maktablar shakllandida insonga o'rgatadigan, onalikni o'rgatadigan maktab ham bo'ladimi? Bu shu darajada o'zligimizdan uzoqlashib ketganimizda. Masalan, onalikni inson asli tabiatida, hujayralarida bor-ku onalik. Demakki biz o'zimizdan uzoqlashdik. O'zimizdan shu darajada uzoqlashdikki, bizni kimligimizni boshqalar o'rgatadi. Ya'ni kimlar deb o'rgatadi. Demak, o'zimizni tanishga ko'proq kuch sarflashimiz kerak. Kimmiz, nimamiz? O'rganishga, chunki doim hamma narsa, masalan, bozorga borsak ham izlanamiz-ku. Eng yaxshisini kiyishga, eng zo'r kiyimni kiyishga izlanamiz yoki xarajat qilganda ham uyga yoki ayniqsa kelin topishda ham izlab eng yaxshisini topishga harakat qilganda biz ham o'zimizni aslimizni topish uchun izlanaylik. Bizda bor shu hislatimiz. O'shanda har bitta holatni boya siz aytgandek qabul qilish qanday deysa, o'shandayligicha qabul qila olish juda katta muammolarni hal qiladi. Shu farzandlarga nisbatan ham. Tabiiyki har bittasida usulda o'sha asl manbalarimizda bor-da usullar. Qanday to'g'ri qabul qilish, qanaqa yo'naltirish, eng ojiz nuqtaga kelganda o'zini qanday tutish, eng cho'qqiga erishganda kuchni kimdan olganligini bilish, har bittasini o'sha bizni o'zimizni o'rgatgan manbalardan o'rganamiz va uni o'sha manbalarimizni hayotga tatbiq qilib ketgan, ma'lum bir jamiyatni cho'qqiga chiqarib ketgan bir davrlardan o'rganamiz. Oldingi ota-bobolarimizdan, ilmiy meroslaridan o'rganamiz. Tadbirkor ayollarda siz aytayotgan o'zlikni anglashda, umuman oiladagi mana vaqtni taqsimlashda, rollarda tahlil yo'q. Analiz yo'q. Ya'ni men qaysi vaqtimni, masalan, vaqt agar eng katta resurs vaqt hozirgi zamonda. To есть xotirjamligimizni ham olib beradigan, vaqtimiz yetmasligidan xotirjammasmiz, ulgurmayotganimizdan har doim inglizcha so'z bor, rush deydi. Yugur, lekin charxpalay aylanveradi. Lekin yugurib yurasan har doimda. Ya'ni o'sha narsa xotirjam bo'lmagan hayotga olib keladi. Nafaqat pulli yetmasligi, vaqti yetmasligi, o'zingdan o'zing qoniqmasliging, resurslarni yetmasligi, charchab qolishing, har doim qanaqadir tushkun holatda yurishing, kelajakka bo'lgan ishonching pasayib ketishi, hammasi bir-biriga bog'langan. Lekin eng yaxshisi, ya'ni bundan chiqishni yo'lini qanaqadir tahlil qilganda bo'lar ekan. Ya'ni agar men 24 soat vaqtim bo'lsa, men necha soat uxlayapman? Ya'ni sog'lom soat nechida men nonushta qilyapman? Necha soat biznesimda vaqt olyapti meni? Har qanaqa qarorlarim, ya'ni va undan keyin masalan tasavvur qiling, tahlil qilganimizda 10% vaqtimiz bolalarimizga, oilamizga kelyapti. Nima qilamiz? O'zimizni assurdatsiya qilamiz. Ya'ni o'zimiz muhokama qilamizda, shu 10 ni keyingi oyga 20 qiling. To'g'ri aytamanmi? Ya'ni xuddi telefonni biz bolaga ishlatish vaqtlarini cheklab qo'ygandek, nazorat qilib qo'ygandek, o'zimizni tadbirkor ayollar ham o'zini vaqtini nimaga sarflayotganini menimcha
tahlil qilsagina kartinka namoyon bo'ladi. Keyin yo'q, men buni bunaqa taqsimlayman. Sizda ustoz hayot g'ildiragi balansida qatnashgandim. O'zim shunda yaxshi tahlil qilib olgandim, ya'ni yaxshi savalab olgandim qaysidir ma'noda-da. O'sha paytda boyagi katta 80% ga yaqin biznes egallayotganini farqiga borganman. Ungacha hammasi normal, ya'ni hamma shunaqa ishlayapti degan tahlilda yurganman-da. Va o'sha narsani ko'rgandan keyin ular sekin-sekin o'zini ham endi tahlildan keyin bitta narsa bor-da ayollarda. Shu o'zgarishlarga, shu o'zini intizomga kiritishga yurib berish kerak. Yo'l qo'yib berish kerak. Bir kun qilib, 2 kun qilmay, mayli, menga mumkin degan narsadan ham tarafdor emasman. Endi balki men hozir manda ko'plar aytadi, siz nega feminizmni targ'ib qilyapsiz deyishadi. Mana shu gaplarni men eshitaman, chunki mana biznes, tadbirkor ayollarni to'g'ri anaqaga o'qitganimda ayol kishi uyda baxtli, ayol kishi o'zini rolida baxtli, o'zini joyida baxtli, oilasida, farzand tarbiyasida shu rollarda u asl xotirjam bo'la oladi deyilgan narsa bor-da. Aslida to'g'ri, lekin men nima messej berishni xohlardim yoki xohlayapman desam, shu rollardan ham tashqari elga ham, millatga ham, xalqqa ham foydali bo'ladigan ayollarni bilamiz, taniymiz, ularni jamiyatda bor va ularni hech qanaqasiga oiladan voz kechib bu ishni qilishmagan. Ya'ni bir nimani qurbon qilib, uni evaziga qurilgan emas va shuni ko'rib turib, shu andozada harakat qilsa bo'ladi. Faqat biz o'sha analitika bilan taqsimlashni noto'g'ri qilib qo'yganimiz uchun biza yonish, depressiya holatlari kuzatiladi deb o'ylayman. Har bitta insonni o'zini salohiyati bilan yaratilgan. Ya'ni har bitta jamiyatda, bitta makonda yaratildik-ku. Nimaga hammamiz har xilmiz? Chunki hammamiz mana shu har xillik bilan bitta san'at asari bo'lamiz. Ya'ni mozaikalarni bittadan bo'lagimiz desak. Ya'ni kim mana shu jamiyatda qaysidir sohani rivojlanishga sizda salohiyat bor, o'shaning uchun yaratgan, shunaqa qilib yaratgan. Sizni o'zingiz sohangizda har bitta insonni o'zini salohiyati bilan, fazilati bilan yaratdimi, o'sha ishini qilmasa, o'sha mozaika to'lmaydi. Ya'ni biz butun bo'lishimizni ta'minlashimiz, bir-birimizni ta'minlaymiz. Ya'ni xuddi koinotda ham o'sha tartib bor, intizom bor va tinmay tozalanib turish bor. Ya'ni qanaqa, mana shu tartib bo'lmasa tozalik bo'lmaydi. Xuddi o'sha mana shu tartibni, ya'ni muntazamlikni yo'qotilsa, natijaga erishmaslik nuqsonli bo'lishini oldingi davrda xattotlar bo'lishar ekanda, xattotlar endi kundalik, haftada doim yozib turishar ekanda, payshanba kuni tugatib, juma kuni dam olib, keyin yana keyingi haftanikini boshlashar ekan. Ya'ni bir kun dam olishar ekan. Mana shu payshanba kuni eng oxirgi yozgan xatlari shunaqangi chiroyli maromida bo'lar ekanda, dam olgandan keyingi yozganida yer bilan osmoncha farq bo'lar ekan. Nimaga? Chunki orada to'xtaldi. Ya'ni izchillik to'xtadi. Va hatto ularni ko'targan yukini ham belgilab berishgan ekan. Og'ir yuk ko'tarishni taqiqlashgan ekan. Chunki qo'liga yuk tushsa, qalamni ushlagandagi yozuvga ta'sir qiladi deya. Ya'ni muntazamlik, o'sha toshni ham tomchini yorishi muntazam bir xil paytda tushganligi yora oladi. Toshni ham yora oladi. Demak, qarang, mana ayollarni rollaridagi hammasini ko'rib chiqyapmiz, lekin baribir o'sha qadriyatlarda birin-ketinlik bor-da. Ya'ni ayol professionalgacha vazifalarimiz bor. Onaligimiz, rafiqaligimiz, birinchi qizligimiz, ota-onamizga farzand bo'lganimiz va ana undan keyin balki o'sha professionalligimizni muvozanatga keltiradigan bo'lsak, ana o'shanda rollar o'rtasida qiynalib qolmaymiz. Bir ayol keldilar-da, ustoz, oldimga tadbirkor ayol, maqsad qo'yish, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish bo'yicha bir kurslarda qatnashgan. Aytayaptiki, maqsad qo'yapman, erisha olmayapman. Kursda o'qiyapman, amal qila olmayapman. Biz aniqlasak, ayolda depressiya bor. Depressiyada masalan o'zimizda ham mana kurslarimiz, o'sha shogirdlarning orasida ko'rganimizda olgan ilmiga amal qila olmaslik holati, boshlay olmaslik yoki masalan tadbirkorni boshlay olmaslik yoki qo'rquvlari yoki masalan minusga qarab kirib ketyapsa ham kompaniyani yopa olmaslikda, vaholanki qarzga ishlayapti u kompaniya.
shuni tekshirganimizda juda ko'p shunaqa holatlarda depressiyani aniqlab olmadi. Depressiyada 3 ta triada simptom bor. Fikrlash sekinlashadi, qaror qabul qila olmaydi. Juda sekin va o'sha qarorlari xato bo'ladi. Keyin kayfiyati past bo'ladi. Biznes unga ozgina drive berib turadi. Uchinchisi harakati pasayadi. Masalan, oldin bir haftada bir kunda qilgan ishini endi 2 haftaga cho'zadi. Yoki oldin bir kun dam olib o'ziga kelgan bo'lsa, endi bir hafta ham o'zini tiklay olmay qoladi-da. Va oxirida o'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Men buni eplolmayman, meni qo'limdan kelmas ekan, men uchun emas ekan biznes degan fikrlarga kelib, shunaqa xulosa keldiki, demak, ayol kishi mayli tadbirkor bo'lsin, uy bekasi bo'lsin, olima bo'lsin, qaysi sohada bo'lishidan oldin birinchi ruhiy salomatligini tekshirsa, men sog'lommanmi o'zi? Mani tanam sog'lommi? Masalan, yonish sindromiga ham tanadagi o'sha ferritin pastligi, D vitamin pastligi, bir qancha nutrientlar, vitaminlar va minerallarni kam orasida yoki endokrinologik buzilishlarni ko'ryapmiz. Demak, har qanaqa sohada bo'lsa, ya'ni onalik qila olmayaptimi yoki ota-onasiga yaxshi farzandlik yoki rafiqalikda muammolar bormi? Ruhiy va tana salomatligini tekshirishni bir check-up sifatida o'ziga bir nima deydi, majburiyat sifatida qarashini tajribam davomida kuzatyapman. 100% to'g'ri siz. O'zi men shunaqa aytaman, anaqa biznes egasidan tepaga o'solmaydi deyman. Ya'ni qaysidir manda tadbirkor ayol ya'ni o'zi ruhan sog'lomda, jismonan sog'lom bo'lmasa, u biznesni katta masshtabdagi chiqish, u siz aytgandek faqat maqsadlarda qolib ketadi va yana kattaroq depressiya olib keladi-da, ya'ni qilolmayapman, eplolmayapman deb turib, yana o'sha naborot ishida orqaga ketish holatlari bo'ladi. Demak, bugungi kunda jamiyatda ayol kishi o'zi qanday bo'lishi kerak, o'zgarishi kerakmi yoki fitratiga qaytishi kerakmi va tadbirkorlik, oila, onalik, rafiqalik o'rtasida qanchalik muvozanatni saqlash kerakligi haqida gaplashdik. Bu mavzuni bizga sizlarga yetarlicha tarzda bayon etish uchun, demak, ustozlarimizdan Nigora Usmon, islomshunos olima, Oliy Ma'had katta o'qituvchisi hamda ustoz Mahsuma Ahrarovna, ayollar tadbirkori bo'yicha mentor hamda APKO hamda Ixlos maktablari asoschisi va xalqaro darajadagi auditor. Bugun siz mutaxassislarimizdan ularning qimmatli fikrlarini eshitdingiz. Mana shu mutaxassislarimizga sizning qanday savollaringiz bor va keyingi suhbatlarimizni biz albatta hisobga olamiz, inobatga olamiz. Marhamat, sizdan savollar bo'lsa kutib qolamiz.